Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli Akfalimen kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan yana yangi video tayyorlab bermoqdamiz. Kuni kecha seximizda yasalayotgan mana alyumin eshiklarni sizlarga obzorni qilib bergandik. Va'da qilganimizdek bugun xudo xolasa mana egalariga topshirib uylarimizga joylashtirib oldik. Sizlarga hozir qanday joylashganliklari to'g'risida ma'lumot beramiz. Demak, bizlar boshladik. Do'stlar, ko'rib turgan deraza romimiz Akfa alyumin profildan yasalgan bir qavat oq oynalarda qo'yilgan. 1:1 standart 5 ko'z fasonda yasalgan deraza romimiz 1 kvadrat metrlari olib borib o'rnatish bilan 800 ming so'mdan yasalyapti. Oynalar aytib o'tganimdek 1 qavat oq oynada alyumin Chester Akfa'ni o'zida. Oshiq-moshiq delfinlarigacha Akfa emblemasi tushirilgan. O'zlaringiz ko'rib tekshirib olaverasizlar. Demak, bu tomonimizda eshiklarimiz. Birinchi eshigimiz qo'lchali 1 metr eniga, balandligi 2.35 razmer va yonboshida 50 ga 1.60 razmerdagi deraza tushirilgan. Eshik joylari отдельно 900 ming so'mdan kvadrat hisoblanadi, deraza joylari отдельно 800 ming so'mdan kvadrat hisoblanadi. Adashmasligingiz uchun. Eshigimizga 4 tadan 8 ta Akfa'ni o'zini oshmosh petlar qo'yilgan va Akfa'ning Chester o'zini zamoq qulf kalitlaridan qo'yib berganmiz. Legrovkalarni joy-joyida qilib berganmiz. Bemalol yosh bolalarim qiynalmasdan ochib yopilaveradi. Bu oynalar oq oynada bo'lgan. Bularimiz esa oq gulli oynalardan foydalanib qo'yib berganmiz. Past qismiga esa o'zini zolotoy dub alikafonlardan qo'yib berilgan. Bu ham standart eshigimiz hisoblanadi. 1.20 ga 2.30 razmerdagi eshigimiz. Bunga ham xuddi shunday 4 tadan oshmosh va Akfa'ning o'zini rejiskalaridan qo'yib berganmiz. Yonboshlariga penalarni qo'yib qotirib berganmiz. Ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan eshigimiz. Tavsiya beramiz. Imенно mana shu zolotoy dub svet azizlar azal yasalib keladigan va urfdan va trenddan qolmaydigan svet hisoblanadi. Xuddi shuni past qismida podvalimizga standart bir tabaqali eshigimiz o'rnatilgan. 90 ga 1.90 razmerdagi eshigimiz ichkariga o'ngga ochiladigan, ichki tomonga ochiladigan qilib yasab berilganmiz. Tepa qismi 2 ga bo'lingan holda oynasi katta bo'lmasligi uchun, bezopaslik uchun bo'lib berganmiz va bunga ham xuddi shunday oq gulli oynalardan foydalanilgan. Bu tomonimizda esa ikkita bir xil standart eshigimiz. Ikkalasi ham bir xilda va bir xilda o'ngga ochiladi. Ko'rishingiz mumkin. Gulli oynalar bilan juda ham chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Zakazlar uchun nomerimiz bor. Aloqa qilsangiz kelishtirib yasab beramiz. Uyimiz orqa tomonida esasizlar, ikkita yana bir xil standart 1:1 deraza romlarimiz ustanovka bo'ldi. Xudo xolasa shu bilan bugungi ustanovkamiz o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Keyingi ustanovkamiz xudo xolasa Urgut tumaniga bo'ladi. Kanalda yangilansangiz obuna bo'lib qo'yasiz deb umid etamiz. Chunki deganda eng oxirgi narx-navolarni mana shu ustanovka seximizda yasaladigan jarayon hammasini qo'yib sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Zakazlar uchun obunachilarimizga yana ham отдельный skidka bonuslari bor. Bemalol aloqa chiqaveringizlar. Bugungi ustanovkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga sog'lik, salomatlik, sog' bo'lasizlar.